Ne numara bu? Paket ekan o'shaydi bu Captiva o'zi. Xo'p, numeri qana buni? 30 ekan. 30. 30 yaqincha mana. Kim biladi? 7 chiqdimi? Yo'q, 9 ekan. 9, o 39 mu? Necha? 39 mu? 29 görünüyordu. Ha. Yo, 4 ekan. 994 ekan, lekin Samarqand ekan. Samarqand 30. Samarqand. O'zbekiston desa Samarqand yo'lda tushadi. Samarqand desa O'zbekiston yo'lda tushadi. O'zbekistonda o'zi bizdan bilsangizlar, Xivamiz bor, Buxoromiz bor, Samarqandimiz bor, bilasizlar-ku. Olamga mashhur, dunyoga mashhur. Samarqand, Buxoro, Xiva. Qadimiy shaharlarimiz bilan hozir futbol vaqtida-ku butun dunyoni turibdi. Ne olacakman? Ben Samarqandda emasman. Samarqandning mashini yanındaman. Bo'lgani bu Samarqandning mashini biz yana gap qopti bu. Captiva. Yana shuni yanındaman bu kelgan. Sizlar hozir bir Samarqandli bizlar kuzatadigan obunachilarim bor. Deniyor Bazarov, yana kimlar bor? Esimdan chiqdina Samarqandchilar, Urgutchilar. Katta Qo'rg'oni bolalar yuribdi bu yerda. Urganchdaman men. Bu Captiva Samarqanddan kelgan. Nima qilib yuribdi bular bu yerda, bilasizlarmi? Birden like basasılar, çoğuyla komentariya, yigit kişi, ayol bo'lsin, hamma bo'lsin, uy qilib, uyini chiroyli qilasi keladi. Bilasizlar, o'zi qadimiy nelerden ham aytilishi bo'yicha Samarqand ustalari, Xiva ustalari, Buxoro ustalari deb aytiladi. Endi qo'shni davlatga qarasangiz ham shunda aytiladi. Chunki bu shaharlardagi ustalar dunyoga tanilgan bo'lgan. Samarqand, Xiva, Buxoro ustalari dunyoga tanilgan bo'lgan asli, qadimiydan. Diyecekim şu şurada bir Samarqanddan gelip işe tuttu usta ekanlarimizdan ekanlar size. Samarqanddan gelip şurada nima uchun qarang, Urganchga gelip travertin basıp yaptılar. Ana sizlere. Qani ustaga men mikrofon beraman. Assalomu alaykum. Samarqanddan kelgan. Assalomu alaykum. Buni qistirib berayin, siz tutib turing. Men shuni qistirib qo'yaman, ikkimiz suhbatlashamiz keyin. Ana, ay bo'lmadi, durungi berib qistiraman. Samarqanddan ustamız xudo xolasa, obunachilar, Samarqandchilar bor, Urgutchilar bor. Katta Qo'rg'ondanmisiz? Katta Qo'rg'on, Samarqand Katta Qo'rg'ondan. Samarqandning Katta Qo'rg'ondan mehmonlar xudo xolasa. Qaranglar, shundan shunga usta kelib Urganchda ishlab turgan ekanlar. Bu yerda bomb bitdilar, bir ikkida ishlab turgan joylarimiz bor. 3-4 joyda hovlilar bor. İlacı bo'lsa Samarqandga ketmasda yana shunday ish bo'lsa qilmoqchisilar bu yerda. To'g'rimi? Mana video qilishimdan maqsad yurtdoshlar 4ko'l, Ellikqal'a, Beruniy, Xorazm territoriyalar shu. Amudaryo bu o'rtalar. Kim Samarqandchi ustalar bor ekan, to'g'ri bera o'zini o'zi gelmeydi. Bering xalqina shu ishlab turgan ishlari yaqqanki Samarqanddan aytganlar bu ustalar o'zi asli. Ana gelip shu yerdan bir kuz zakaz olmaganlar. Diyeceğimiz ne o? İş bo'lsa ishlaysizlarmi yana xudo xolasa? Zakaz olib turibsizlar. Olib turibmiz. Qaranglar, bular nima ish qiladi? 5-6 ta brigadamiz. Ha, 5-6 brigadamizlar sizga. Aytdim Samarqand ko'chibdi, molades. Demak, hamma Samarqandchilar chaqirib ustalarni taxladingizlar. Sherda hamma. Demak, arzon ishlab turibsizlar-da siz. Arzon ishlab turibmiz, sifatli. Arzon, sifatli. Garantiyasi bor. Ha, bu ishlagan ishingiz 10 yilga garantiya beramiz. 10 yilga garantiya berasizlar, rangini tushib qolishini, boshqasini. Bemalol kelib, servis xizmatlari ham bor hammasi. Yana bir yeri bor ekan, xohlagan travertini uravermaydi ekanlar. Ashillari bor ekan bu ustalaringdan, ha. Endi o'zlari ishlab chiqmaydi travertini. Hozir so'radim men, o'zlaringiz ishlab chiqarasizlarmi yoki birov mahsulotini ham bir qimmat olib bularga klientlarga o'tkazasizlarmi? Yo'q, og'a dedi. Toshkentdan kim bilan? Toshkentdan Promoy zavod orqali. Eng yaxshini zavod orqali neni oladi ekanlar bular? Travertini optimal qilgandan keyin sababli bular arzon beradi ekan. Siz uyingizni ishlatyapsiz-ku. Shu yerdagi ustalarning arzon tushadi ekandan qarchi, to'g'rimi men bilishimcha? Shunday arzon tushadi ekan. Shu sababli bularning ishi arzon tushadi ekan. Bu yerda ishlab turgan ustalarimizga qarasak, bularniki arzon tushadi ekan. Ana shuni hisobina ko'p dogovor bo'lgan uchun. Lekin travertini ular ham garantiya beradi-a? Beradi, ular ham garantiya beradi. 10 yildan ziyodgacha garantiya beraveradi. Ularning shu garantiyasi bo'lgandan keyin shular bilan ishlashasiz. Shular bilan ishlashamiz. Bir mahsulotni o'ylab ko'rsangizlar, liboy mahsulot ham bir yerdan yoki ko'p oladigan bo'lsangiz, endi shu olib turgan firma ham sizga, zavod ham sizga, mana klientim shu meni mahsulotim olib turibdi, foydalanish uchun shunda sizga ko'proq yoki arzonroq yoki qo'shib beradi. Shu sababli bularning ham ishi shu. Bularga ko'proq beradi, arzonroq bergan sababli sizning evdagi travertiningizni ham 10 yil kafolatli yaxshi, ham arzon ishlab beradilar.
To'g'rimi? Bu ikki slogli travertinda. Hozir bu yerda ikki etaji uy qilib turibsizlar. Kartamira fasoni bo'ladi bu. Aha. Bizda bir 15 xildan ziyodroq fasonlarimiz bor. 15 xildan. Shuni yaqinroq qo'yib beraymi usta aka? Ovozingiz kelmay qolishim kerak. Mikrofon aytavering endi. 15 xildan ziyodroq fasonlarimiz bor. Telefon qilaversin klientlar, bemalol bizda kataloglar bor. Kataloglarni ko'rsatamiz. Xohlagan fasonini tanlaydi, xohlagan fasonni chiqarib beraveramiz fakturalarni. Endi yana bir savolim. Faqat fasad ishlaysizlarmi? Faqat fasodni. Ha, boshqa namiz yo'q. Shuni Yo'q. fasadlar, ikki etaj uylar, domlar farqi yo'q. Farqi yo'q. Dom bo'lsa ham, maktab bo'lsa ham qilaveramiz. Dogovor bilan ketaverasiz. Dogovor bilan ketaveramiz. Bizlarni Qaralpaqa ham o'tasizlar. 50 kilogram Beruniy. Beruniyda ish qilyapti hozir. Ha, Beruniyda ham ishlab turibsizlarmi? Men reklama qilmas, buni egallabdi bular o'zi aytaman-ku. Demak, ishga garantiya, ya nima deydi? Ba'zi uyning egasi bilan aytdim-edi, gurunlashdim. Brat bellarda usta yo'qmadi. To'g'ri, bizlarni bedam usta bor, yo'q emas. Bular ham Samarqanddan kelib mehmon bo'lar, to'g'ri. Usta bor. Uyning egasini xohish shu. Nima qilasizlar endi shu? Men dedi Samarqanddan olib keldim ustamni. Farqi yo'q, xohlasam bedan, xohlasam Samarqanddan dedi. Menga dedi ma'qul keldi bularning shartlari dedi. Ishlagan narsa. Ma'qul keldi, oldiribdim, ishlab turibman dedi. Yana hozir bu yerda ishlab yurgan ekan, ekiplari bor. Shuning uchun xohish o'zlaringizda, tanlov o'zlaringizda, hamma yerda usta bor, to'g'ri. Ustalar biz yomonlamoqchi emasmiz. Xorazmning ustasini, Samarqandning yoki Xivaning yoki Qaralpaqning hammam usta. To'g'rimi? Hammam usta. Lekin biz faqat ishimiz taklif qilamiz yana. Mehmonlar keldik. Xohlasanglar nomerlarni qo'yaman, qanday o'zlarini qiziqtirgan savollari bo'lsa bemalol, to'g'rimi? Shunday. Maslahat tashlasizlar, ishlagan ishlarini ko'raman desangiz, hozir bular Urganchda ishlab turibdilar. Beruniydan bor dedingiz, bekit. Beruniydan ham bor. Beruniydan bor ekanlar. Qiziqib ko'rib, narxlari nelar bilan ishlataman desangiz, marhamat. Kvadratlarni ish bo'ladi. Aytib o'tamiz bularni? Yo'q, aytib o'tamiz. Hozir bu qanday ishlangan? Bu fasonimiz kartamera ikki slogli bo'ladi. 120 ming so'mdan qilib beryapmiz buni. O'zi 80 ming. Nimalari kiradi? 80 ming so'mdan 140 ming so'mgacha. Biz faqat travertin mahsulotlarini, lakini, gruntovkasini, travertinni o'zimiz olib kelamiz. Shu hammasi shuning ichindami? Ha, o'shaning hammasi ichida. Travertin mahsuloti hammasi ichida. Uyni egalari faqatgina pukak qo'ymoqchi bo'lsa, pukak olib beriladi taygada bu. Ko'pakli ish emas, pul emas, pul arzon bo'ladi. Ha, tayga olib beradi, yopishtirib berishi ichida. Hammasi. Yopishtirib berishi, metriga falon so'm berasan, u yo'q bizda. Yopishtirib beramiz. Takidagi bir slog kafenikiligi bo'lsa, unisini ham besplatni ichiga qilib beramiz. Hozir shunda buni istiklovat urilgan obunachilar. Bu devalar istiklovat deb aytamiz. Yana nima deydilar buni? Vatada, istiklovat. Vata deydilar, biz istiklovat deymiz. Yana bir narsa deydi, mini vata deydi, bazalit deydi. Bu bazalit, yuzligidan qilingan bu bazalit. Bazalit bilan ham qilib beraveramiz. Bu hozir nechalik 5 santimlik qo'yilgan? 5lik, 100lik ustida qalinligi. Stiklovata. Uy ponni stiklovata bilan qoplangan, ustundan ishlangan bu. Stiklovata addini to'g'rimi, u qo'shilmaydi? Yo'q, u addini, stiklovatasi addini. Hozir shunda qaranglar endi, men tushunishim bo'yicha, sizdan travertin ham, hamma mahsuloti, kley ham siz o'zingizdan bo'ldi. Ha, shunday. Bo'g'ana uy egasini ko'rsatib, yaqadan bo'lsa, uy egasi hech qilmaydi. Siz travertiningizni olib borasiz, hamma o'zingiz tayyor mahsulotni urasiz. Uraman. Bo'g'ana uy egasi olib berajak bo'lsa, shu vajini olib beradi. Shunday, xuddi shunday. Ha, shunda 80 ming so'mdan 120 ming so'mgacha deysizmi? Ha. Shunda yaxshi bo'ladi. Fasoniga qarab narxi ham ketaveradi-da. Tanlangan fasoniga qarab. Demak, puli bor odamlar shu narsalarni ishlatib turibdi bu yerda. Xorazmda qaranglar, 2 etaj uylari ishlatib turibdilar. Demak, arziydi bularning ish shu narsaga. Arzimasa, puli ko'p odamlar bular chaqirmas edi. Samarqanddan kelib shu darajaga qilib ishlatmas edi o'rtaqlar. Samarqanddan kelib ishlab turibdilar. Ana. Xudo xolasa ham arzon ham tushadi ekan, ham yanqidan yugurdan qochadigan, musofirda yurgan, musofirdagilarga deyimli bo'ladi. Nima uchun qarang. Musofirda yuribdi, uyda kelinangiz bor, boshqa hech kim o'g'illari bor, to'g'rimi? U kelish kerak, sizni izingiz yurish kerak, do'konga olib borish kerak, travertin olib berish kerak, kley olish kerak, ana shu muammoda. To'g'rimi? Eng zo'r yeri sizlarniki. O'zimiz olib kelamiz. O'zingiz boradi ekansiz, hamma narsangiz bilan uyini ko'rsatadi ekan bo'ldi. Bo'ldi. Lesa pesalar qanday bo'ladi? Ular ham lesalarni uy egasi olib beradi. Ha, o'zining uy egasi. Masalan, 2 etaj uylar baribir kam. Kam, ha. Ko'p chiqmaydi-ku bunday uylar. Endi lesasi o'zi kelishishga bog'liq. Agar kelishsak,
o'zimiz ham olaveramiz. Ha, o'zingiz ekipdan ham boraveradi, ha? Hech qancha nima turmaydi unaqa narsa. Gap yo'q. Xudo xolasa qaranglar, nomer qoldiraman. Samarqandcha aka, xudo xolasa nima deb xabarlashadilar? Ismingiz? Abror ismi. Abror deb xabarlashaverasizlar, telefon qo'yaman. Bemalol qiziqtirganlaringiz bo'lsa, qanday kelishaverasizlar. Bu aytilish bahosasiz. Samarqandchi mehmon bilan unutmanglar. Mehmonni xafa qilishma yo'q. Mehmon otangdek ulug' deydi. Telefon qilib bemalol uyingizni travertin qildiraman. Meni musofirdan, Rossiyadan ko'radan yurtdoshlarim, Samarqandchilar ham ko'p menda kuzatadigan. Bor. Kattaqo'rg'on, Urgutdan, yana qayerlardan bor. Ana mashina olib borib topshirganlar esimdan chiqib ketdi to'g'risi. Menda mashina olib borib topshirganman yaqinda Samarqandda 2 yil olib bordim. Nerada shu? Yotoq joylari bo'layotgan bo'lsa, u yotoq joylari ham o'zimizning kvartiramiz bor, kvartira. Ha, yotoqdan qanday nima desa. Ha. Yotoq joyimiz yo'q deyotgan bu joylarida ham o'sha kvartiramiz bor o'zimizda, kvartirada yotib turaveramiz. Faqat bizga o'sha pitaniyasini qilib bersa bo'ldi. Qarang, shuni tushuntirib aytib ketaman. Qarang, yotoq joyim yo'q menda. Uyimni ishlasizlar, yotoq joyim yo'q deydigan bo'lsangiz, o'zimiz yotoq joyimiz bor, undan muammo yo'q deydilar. Bu yerda kvartirada qoladi o'xshaydi-da. Kvartiradamisiz? Kvartirada. Ovqat bersangiz bo'ldi ustalarga. 3 mahal, ertalab, obed, kech. Shunday. To'g'rimi? Ha. Ertalab, obed, kechini berasiz bo'ldi. Boshqa narsa muammo, yotoqdan ham yo'q, problem yo'q, boshqa yo'q. Uyingizda qolmaydilar. Xudo xolasa ish joyi ko'rsatasiz, bos ketadilar. Bunda ish jarayonlari bo'lib turibdi. Ko'rsatamizmi? Yuring. Obunachilar va shuni ham ko'rsatib ketaylik. Xudo xolasa. Uju bu yoqlar bitib qoldi buni, to'g'rimi? Bu tomonlari bitta hozir. Bir orqa taraf qoldi hozir, ha? Bir oldi taraf qoldi, tomoni. Orqa tarafda, orqa taraf qoldi. Old tarafi dikon atgan ekanlar bu yana. Ha. Ikki etaj uyina, enasizlar. O'tinglar, mehmonlar, aymonlar desa, aymonlar chetlab boraverasiz siz bu yandan. Ana, lesalar qurilgan. Hozir muntayna oq nima urildi? Ha, Gruntovka urilgan hozir. Stiklovatning ustidan gruntovka urilgan. Gruntovka urilgan, gruntovka ustidan travertin tortiladi. Bir slok mana. Ha, buni ustidan bir sloy tortiladidan, keyin travertin bo'ladimi keyin? Yana travertin ustidan yana travertin bo'ladi. Ha. Keyin buni ustidan travertin bo'lgandan keyin polirovkasi bo'ladi. Polirovka chaqlanadi. Ey Eldor, ana polirovka qo'yor bitta anaqa orqa tomonga. Qaranglar, ish uchun sifatli bo'lgani uchun shuning bo'lib turibdi-da bu yerda. Ish. Endi maqtagan emas. Shundan aytib ishlatganlarga masalan katta uylar ishlatib turibdilar, 2 etaj oranda, bir uyda ishlab turibman deydilar. Demak, ishing bir narsa borki, zo'r odamga klientga yaqin turibdi-ki, shundan Samarqandda ustalarimiz kelib ishlayapti. Молодец, qoyil. Qarang, polirovka, bolalarkida ishsizlarmi? Tashqarida. Buni sapgandan keyin ana shu bilan polirovka qilinadi. Ha. Hozir. Ana uni sug'urish kerak edi, o'zimizdan. Surat chiqib olib turing. Ey rahmat, hofizlarimiz. Ya ana bu 3 tikoni. Yoshlikda pul ishlaydi odam. Ana biri ishdi, biri boshlaydi. Stroy kishini bo'ladi. Yetadimi bu? Ustan shatdi. Ha, mana yerga o'tsa bo'ldi aytgandim. Eng yomon nayini aytaymi o'rtoqlar? 46 gradus O'zbekistonda kutilmagan anomal issiq o't turibdi. Ana ovozim ham tushmaydi oranda deb turib mikrofon. Anomal issiq o't turibdi, sola shabaqdi. Aynan sizlar. Halol pullaringiz o'rtoqlar sizlaring. Haqiqatdan ham shu suvda ishlayapsizlar-ku, men oyog'im pishdi bu yerda. Eldor, Gap yo'q, halolingiz bo'lsin. Issiq degan, nima ketdi ayani? Shonda qilamizmi? Ha, bu tarafda qilamiz ustaga. Qo'shnilar uyini o'tib ketmadingmi? Yo'q. Qo'shnilarga. Nima qilay, polirovka qilaveraymi? Bitta. Qani, bu sepilgan deb. Qarang, nima bu? Yo'q, hozir o'sha ko'rsatgan joyimiz bor-ku. Ha, ana bu taraf. Ha, o'sha mana tagida mana. Ha, bu bir tagiga urilgan, yana keyin sepilgan. Yo'q, sepilmagan. Rushnoy, bizlarniki sepilmaydi. Rushnoy qo'lda qilingan bu narsa. Ha, bu sizda sepilmagan. Ha. Fakturasi chiqarilgan, gul berilganda, buni ustidan endi mana polirovka bo'ladi-da. Yilban metdi ekan, tosh ekanda bu demak, ha? Tosh ekanda. Ha, bu tosh. Bu nima bu? Bundaki najdakmi bu? Bu yo'q, cherpash tosh ekan bu. Ha. Mana bunday tep-tekis bo'ladi-da bu endi. Bundan keyin ustidan jumchuk lak urilib, keyin ustidan jumchuk lak uriladi yana. 2 slok laki bor buning ustida. Ish ko'p ekanda demak. Ha. Bu mustahkam bo'ladi-da bu. Ay, qattiq narsa ekan, yeyib ketmaydi ekan bu, ha? Yo'q, qattiq narsa bu. Mana bosib turibman. Bu olinmaydi. Buni ustidan karton bilan
yuvib olsa ham bo'laveradi. Voh! Qattiq narsa ekan bu. Bitta travertinni ustiga loyam sepib yuvib ko'rsatamiz hamma. Endi uni biladilar, hamma ko'rgan farqi yo'q. Bu travertin degan narsa. Shart emas u narsa. Ha, buni bizlarning bu yerda eksperiment qilib ko'rganlar uni. Loyni sepadi. Ha, hamma joyda vodiydan bor-ku, vodiydan. Loyni sepamiz dedik, o'tni yoqamiz dedik. U narsalardan o'tgan, uni qayta ko'rsatish shart emas. Shunday. Sizlarning o'zi reklamangiz Xorazmga kelib, Beruniyda, Qoraqalpog'istonda ishlab turganlaringiz o'zi sizga tekin reklama bu. Shunday. Chunki bor aytganimni, bu yerda ustalar bor. Shu tevarak birdan kiratib beringsiz, devarak shuni balantini travertin urilgan. Baqa ana, qarang, uylarga ko'ringlar, sizlar sarayib oqarib qolgan. Bo'ldi, birov uyni ko'rsatmang, keling endi, qarang. Bular sarayib qolgan, men ham hozir so'radim sizdan, shuni o'tkazasiz bo'ladi desam, 10 yil garantiya deydilar. Hem lakin 3 yilda urish kerakmi, to'g'rimi? 5 yilda. 3 yil emas, 5 yilda ursa bo'ladi. Bizlarniki 5 yilda lak ursa bo'ladi. Chunki demak, u ko'rgan hozir orandagi saray rangi o'zgarganlar, u boshqa travertinlar. Ular travertini boshqa, laki ham boshqa narsa. Bizdagi esa sifatli lak, sifatli jumchuk uriladi-da. Shuning uchun 5 yil, 6 yil garantiyasi bilan u sarg'aymaydi, rangi o'zgarmaydi. Shuning garantiya bor ekan. Hozir aytdim men, Samarqanddan kelibsiz aka, lekin ana qo'shnilarga deyim bo'lib qolsa, sarayib. Lekin ularni ishlagan samonlayda ishlabdilar, xafa bo'lmaysizlar, qaysi usta ishlagan bo'lsam, yaxshi ishlamayapsizlar lekin. Qo'shnilarni ko'rib turibmanmi? Hozir ko'rib aytdim-da bu yoqqa men. Yaxshi ishlamayapsizlar lekin. Ularning hozir ustadan so'rasam, ularniki boshqa, sep turib boshqa qiladi ular. Biz boshqa ish qilamiz deb turibdilar-da. Ana shu yerda siri bor ekan. Endi hamma sirlarni ochaversa ekan bo'lmaydi. Marhamat, taklif qiladiganimiz shu. Bizdan qolgan ma'lumotlar bo'lsa, Samarqanddan kelgan ustamiz, abar deb telefon qilasizlar, bizdan qolgan ma'lumotlar batafsil olsangiz bo'ladi. Hozir Qoraqalpoqda o'zimiz Beruniyda, Xorazm, Urganchda ishlab turibdilar. Mehmonlar. Kim qildiraman uyni musofirdan yurgan bo'lsangiz, gaplashib, marhamat yana o'zimiz yotoqimiz bor deb ovqat bersangiz bo'ldi. Uylaringizda travertini, hamma narsasi o'zlaridan boradilar. To'g'ri, o'zim olib beraman, arzonroq yeri bor deysiz. Men hozir men ham so'radim. Yo'q aka dedi. Mening olib turganimdan arzon topolmaydi, to'g'rimi? Shunday deysizmi? Topolmaydi. Sifatlisi ham sifatlisini topolmaydi. Topolmaydi. Shunday. Yo'q, men undan ham arzoni bor, topaman deydigan bo'lsangiz, marhamat. Lekin bular aytadi, ishlab berasizmi shularni topgan arzon narsani? Yo'q, ishlab bermayman. Ana shuning joyi bor ekan. Chunki hozir bularni olib turgan yangi aytgan, nechun uni arzon tushadi? Sizga ham ko'p olaman. Necha olaman desiz, bir olishga? Bir olishga 250 ta. Bir furo, yarim furo bo'ladimi? Yarim furo bo'ladi-da. Yarim furo, ishga qarabda ular. Ishga qarab. Agar ko'payib ketsa, bir furo chaqiradi. Bir furolab olgandan keyin zavod shu darajada skidga dedi ekan, uyingiz ishlatira turgan siz ham arzon tushadi. Sizning eng arzon deganingizdan ham arzon tushadi ekanda bular olib o'tirgan. Ana shu ekan, yaxshi ekan. Ana shundan kelishim bo'ladi ekan, zo'r bo'ladi ekan. Samarqandli usta bo'ladi, Samarqand cho'nkir bo'ladi, cho'nkir xudo xolasa. Shuning uchun o'zi dunyoga deyman, dunyo bo'yicha deyman. Xiva, Samarqand, Buxoro ustalari tanilganda. Endi qadimiy shaharlar bor-ku bizning u yerda. Shunday. Shu sababli aytaman-da, bular Samarqandda bular. Xivadan bor, yo'q emas, Buxorodan bor, hamma yerda bor. Xudo xolasa, esa ma'lumotlar shunda bemalol telefon qilaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, ko'rishguncha. Samarqandcha like bosib, Samarqandda, Qoraqalpoqdagi tanishlarga, bilishlarga videoni jo'natib berasizlar, xudo xolasa.